Qoratosh mavzesida baland masjid bilan yonma-yon joylashgan ushbu xonadonimizni sizlarga obzorini qilib beramiz. Yo'l yuzidan 150 metr masofada joylashgan ushbu xonadonimizni kvadrati chamasi 80 kvadratga ega o'rtoqli, yaqindagina ta'mirdan chiqqan masjid bilan yonma-yon qo'shni qadrdonli va undan tashqari atrofimizda Drujba Narodov, xalqlar do'stligi, Nesvan, Samarqand Darvoza, Tashkent City joylashgan. Endi narxini videoni oxirida aytamiz. Hozirgi kunda Qoratosh mavzesida kamida kvadrati 1,5-2 ming AQSh dollardan sotilayotgan bir paytda ushbu xonadonimizning narxi 110 ming AQSh dollari belgilandi. Ya'ni chamasi 80 kvadrat metrga. Qadrdonlar, xonadon egalarini raqamlarini pastda yozib qoldiramiz, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilinglar.